Juda ham ko'p erkaklarimizda, balkim ko'pchilik barcha erkaklarimizda desak ham, mana shu 5 ta urologik muammo mavjud bo'ladi va bu muammoni ko'pchilik erkaklar yashirib yuradi va ular bu muammoni qanaqa yo'llar bilan yechish mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. Hozir mana shu erkaklarni doimiy qiynab keladigan, yashirib yuradigan 5 ta muammosini sanab o'tamiz va unga yechim beramiz. Buni men ro'yxatini tuzdim. Demak, top muammolardan birinchisi bu aloqani vaqtini kamligi, ya'ni tez bo'shanish hisoblanadi. Bu muammoni ko'pchilik erkaklar yashirishadi va bu aytiladigan narsa emas va hatto shifokor ko'rigiga borishga ham uyalish holatlari uchraydi. Qanaqa qilib yechsa bo'ladi? Agarda bu muammo aloqani vaqti kamligi sizni uylanganingizdan beri mavjud bo'ladigan bo'lsa, ikkita holatda yechim qilish mumkin. Birinchisi, jinsiy aloqadan oldin lidokainga o'xshagan, ya'ni lidokain tarkibli spreylarni ishlatish orqali sezgirligini tekshirish. Agarda sizda sezgirlik bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, aloqani vaqti cho'ziladi. Ikkinchisi esa markaziy nerv tizimiga ta'sir qiladigan serotonin miqdorini ko'tarib beradigan preparatlardan iste'mol qilish bo'ladi. Odatda bu preparatlardan eng mashhuri ko'pchilikka ma'lum bo'lgani bu dapaksitin preparati hisoblanadi. Effekti sal kamroq boshqa bundan ham kuchliroq preparatlar mavjud, lekin dastlabki ishlatib ko'rish uchun bo'ladi. Lekin bu preparatni to'g'ridan to'g'ri ichish tavsiya qilinmaydi, chunki bu nerv tizimiga ta'sir qilganligi uchun ham o'ziga yarasha nojo'ya holatlar mavjud. Ya'ni eng xavfsiz yo'l uy sharoitida bu lidokain sprey hisoblanadi. Sezgirlikni tekshirib olinadi. Bundan tashqari, doimiy ravishda har kuni 2 mahal ertalab kechqurun Kegel mashqlarini bajarish aloqani vaqtini asta-sekin cho'zishga, ya'ni bo'shanish vaqtini kontrol qilishga yordam beradi. Ikkinchi, erkaklar uyalib aytmaydigan muammo bu jinsiy zaiflik hisoblanadi. Ya'ni erkak kishi bu narsani aytish juda ham og'ir va ko'pincha holatda tan olmaydi. Jinsiy zaiflik holatlari asosan erkakda qon aylanishini buzilishi, qo'shimcha kasalliklar, testosteron miqdorining pasayishi va doimiy ravishdagi stress hisobidan yuzaga keladi. Yechim. Eng yaxshi yechim bu sport, sog'lom ovqatlanish, ya'ni shirinlik, xamirli narsalarni kamaytirish va uyqu rejimini yaxshilash bo'ldi. Har qanaqa tabiiy deb sotiladigan biologik faol qo'shimchalar absolut yechim emas, ya'ni hozirgi aytib o'tgan 3 tasini o'rnini hech qachon ola olmaydi. Agarda bularni doimiy bajarib yurgan bo'lsangiz ham, ammo sizdan muammo ketmayotgan bo'lsa, demak, albatta sizga shifokor ko'rigi zarur. Ya'ni uyalib holatingizni qanchalik kechiktirsangiz, keyinchalik ayolingizni oldida bir umrga uyalib qolishingiz mumkin. Chunki davolab bo'lmaydigan og'ir jinsiy zaiflik holati yuzaga kelishi mumkin sizda. Uchinchi uyalib aytilmaydigan muammolardan bittasi bu siydik tomchilash hisoblanadi. Ya'ni hojatxonaga kirib chiqadi, hojatxonaga kirib chiqqandan keyin ozgina yuradi, ichkariga qarasa, ichki kiyimning ichida siydik tomchilari kuzatiladi. Bu nima hisobidan bo'ladi? Yoshi katta insonlarda bu prostata adenomasi hisobidan bo'ladi, ya'ni prostata bezi kattalashib ketadi. Yoshlarda esa asosan bu siydik chiqadigan yo'ldagi mushaklarni kuchsizlanish hisobidan bo'ladi. Uy sharoitida yechim. Doimiy ravishda chanoq mushaklarini mashq qildirish kerak. Masalan, oddiygina ma'lum bir og'irlikdagi yuk bilan, ya'ni o'zingizga og'irlik tushmaydigan yuk bilan o'tirib turib prisedaniya qilib chanoq sohalariga ishlash kerak. Va buni natijasida asta-sekin chanoq sohasidagi mushaklar shakllana boshlaydi va siyib bo'lgandan so'ng mushaklar qisqarib, siydikni to'liq tomchilarini chiqarib yuboradi. Yoki yana bitta oddiy qilinadigan ishlardan bittasi, siyib bo'lgandan so'ng siydik kanalini pastki qismi bilan juda ham kuchli bosmagan holatda sekingina siydik kanalini sidirib tashlasangiz, ya'ni siyirib qo'ysangiz, o'sha qolib ketgan siydik tomchilari chiqadi va keyinchalik bu ichki kiyimni rasvo qilib o'sha tahoratingizni buzmasligi mumkin. Eng yaxshi yo'l bu chanoq mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar, ya'ni YouTube'dan ham ko'rsa bo'ladi. Упражнения для мышц тазового дна deb yozilsa, ya'ni chanoq mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar deb yozilsa,
demak chiqarib beradi va bular qilingandan so'ng zo'r bo'ladi. Yoki yana bitta oddiy yo'llardan bittasi bu orqa teshikni qisib bo'shashtirish. Ya'ni ko'tni qisib bo'shashtirish va bu orqali biz siydik yo'ldagi mushaklarni ham mashq qildiramiz. To'rtinchi, erkaklar uyalib aytmaydigan muammo bu tuxumlarda, moyaklarda hamda jinsiy olatdagi ma'lum bir noqulay bo'lib yuruvchi og'riqlar hisoblanadi. Bu varikoselli bo'lishi mumkin, kistalar bo'lishi mumkin, ayrim holatlarda onkologiyalar bo'lishi mumkin, buyrakdan tosh hisobidan ham og'riq bo'lishi mumkin. Odatda agar bu sizda surunkali tez takrorlanadigan bo'lsa, buni uy sharoitida yechishga harakat qilmang. Chunki bu yerda qanaqadir muammo yotibdi va buni albatta shifokor diagnostika qilib davolamasa foydasi yo'q. Agarda kechiktirsangiz nima bo'lishi mumkin? Bu yerda agar qanaqadir onkologik kasallik bo'lsa, уже kech bo'lgan bo'ladi shifokor oldiga borganda, yoki varikoselli holat hisobidan bo'ladigan og'riq bo'ladigan bo'lsa, urug'larni sifati tushib, erkak kishida bepushtlik holati kelib chiqishi mumkin. Va undan keyingi erkaklar uyalib aytmaydigan eng og'ir muammolardan bittasi bu himoyalanmagan jinsiy aloqa yoki ayol kishini og'ziga aloqa qilgandan so'ng qanaqadir infeksiyalarni yuqtirib olmadimmi degan savol. Demak, buni uy sharoitida qanaqa qilib aniqlasa bo'ladi? Birinchi o'rinda siygan paytingizda achishish yo'qmi, shunga e'tibor bering. Ikkinchi o'rinda e'tibor qiladigan narsangiz siydik yo'lida qichishish holatlari mavjud emasmi? Uchinchi e'tibor qiladigan narsangiz ertalab uyqudan turgandan so'ng peshob qilmasdan, ya'ni siymasdan jinsiy olat siydik kanalini sekin siyirib ko'rish kerak. Agar u yerda qanaqadir shilimshiq, birozgina spermaga o'xshagan yoki sarg'ish sifatroq suyuqlik kelayotgan bo'lsa, katta ehtimollik bilan u yerda infeksiya yuqqan bo'lishi mumkin. Hammada ham infeksiyada achishish, kuchli og'riq, qichishish bo'lmaydi. Ayrimlarda belgisiz ana shunaqa spermaga o'xshagan suyuqlikning kelib turish holatlari ham kuzatiladi. Va ko'pchilik holatda minetdan keyin infeksiya yuqmaydi deb bexavotir ayoli bilan ham aloqa qilib ketaveradi va buning natijasida afsuski oxirgi paytlarda hatto sifilis, spiddan tortib turli xildagi boshqa kasalliklargacha bemorlar yuqtirib olishi mumkin. Demak, agarda himoyalanmagan aloqa bo'lgan bo'lsa, sizda yuqoridagi belgilar mavjud bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak va bu muammoni hal qilish kerak. Va yana umuman sizda bu belgilar bo'lmasa ham shifokorga murojaat qilishni tavsiya etaman. Chunki albatta ko'ngil xotirjamligi bu insonning eng muhim narsasi hisoblanadi. Chunki agar ko'nglingiz xotirjam bo'lmasa, bemalol ishlolmaysiz, bemalol yasholmaysiz. Ma'lum bir turdagi analizlar bu sizdagi yuqoridagi shubhalarni yo'qotib beradi va hayotingizni yana oldingidek davom ettiraverasiz, o'zingizning xatolaringizdan xulosa chiqarib. Demak, hurmatli erkaklar, yuqoridagi 5 ta muammolarni sanab o'tdik va ularga izohlar berib o'tdik. Yuqoridagi muammolarni inkor qilmanglar va albatta bu muammolarni hal qilishga harakat qilinglar. Agarda sizda yuqoridagi muammolar mavjud bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu muammolarni biz albatta birga hal qilamiz.